Mening qizim Mayrani Maqtayla o'ltirdi kampida. Aykirkitib tutib, aykirkitib 8 kunda o'ldi deb xabarlar chiqdi. Lekin men bir oy bo'lganda o'qdim. Lekin aniq men unda xabar yo'q. Lekin qizimni o'ltiribdi. Men navlarim yetib qoldi. Navlarim boqadigan odam yo'q. Men bu yerda bütün qarindoshlar bunda yetmaydi. Hammadan chiqayli, tuqqanlarimizni uzrini qilayli. Men chiqib urug'dan ko'rganlarga o'rjini, din olimlarimizning buzurug'ini qilayli. Maqtaylardan hisobni oldi. Hammalar uyda yetmaydi qarindoshlar. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men Mirvangul Turkistonning Oqsuv shahridan. Mening qizim Mayrani Maqtayla o'ltirdi kampida. Aykirkitib tutib, aykirkitib 8 kunda o'ldi deb xabarlar chiqdi. Lekin men bir oy bo'lganda o'qdim. Lekin aniq men unda xabar yo'q. Lekin qizimni o'ltiribdi. Men navlarim yetib qoldi. Navlarim boqadigan odam yo'q. Men bu yerda bütün qarindoshlar bunda yetmaydi. Hammadan chiqayli, tuqqanlarimizni uzrini qilayli. Men chiqib urug'dan ko'rganlarga o'rjini, din olimlarimizning buzurug'ini qilayli. Maqtaylardan hisobni oldi. Hammalar uyda yetmaydi qarindoshlar.